Bugun yana Pyotr Gerayevning qilgan kashfiyotlarini, uning yo'lini, boshqachaligini tushunishga harakat qilamiz. U 1985-yildan boshlab qilgan eksperimentlari va ulardan chiqargan xulosalari fandiga qarashligi to'g'ri kelmas edi. Pyotr Gerayev talqinida DNK ximiya fanini shunchaki o'lik formulasi emas, balki informatsiya, ma'lumotlarni qabul qiluvchi, uzatuvchi tirik sifatdir, organizmdir. Ya'ni boshqa olimlar skalpel bilan molekulalarni kesib, pichoqlab ishlatgan bo'lsa, Gerayev ularni kuylagan, nima deyotganligiga quloq solib ishlatgan. Chunki u DNK o'zidan xuddi radiosignal kabi to'lqin taratishni aniqlagan. Bu to'lqinlarda sog'liq, betoblik va hatto umr qanchaligi haqidagi informatsiyalar ham bor ekan. 2000-yili Gerayev o'z tadqiqotlarida yanada katta burilish qildi. U DNKni xuddi radiatsiya yoki ximikatlariga bildirayotgan kabi inson nutqiga ham kuchli reaksiya bildirishni aniqladi. U fan olamida kutilmagan, olimlarni shokka soladigan yangilik bo'ldi. An'anaviy meditsina namoyandalari Gerayevni bu borada qilgan yangiliklar haqidagi xabarni nashr etishdan voz kechishdi. Uni inkor etishdi. Bu mumkin emas. Bu fizika qonunlariga zid deyishdi. Ammo eksperiment natijalari buni tasdiqlab turardi. Pyotr Gerayev 2020-yilda noyabr oyida 78 yoshda to'satdan vafot etadi, infarktdan. Bu hol fandagi mazkur kuchli ziddiyatlar oqibati degan taxmin bor. Nima haqida gap ketayotganini tushunayotgandirsizlar. O'limidan oldin u shogirdlariga 5 ta eng muhim kashfiyotini qoldirdi. Bunga materialistik fan tushuntira olmaydigan, umuman tan olmaydigan kashfiyotlar kiradi. Bu kashfiyotlar quyidagilar bo'ldi. Birinchi kashfiyoti Pyotr Gerayev inson DNKsini olib, uni hermetik kameraga joylashtiradi. Ya'ni hermetik degani bilasizlar, yaxshilab, mustahkam, hamma yog'i o'ralgan maxsus asbob-uskunalardan molekuladan nafis elektromagnit quvvat taralib turganini qayd qilishadi. Ko'ryapsizmi? DNKdan elektromagnit quvvat taralayotganini. Bu fizikaga zid kelmaydigan normal hodisa edi. Chunki bu qonunga ko'ra har qanaqa tirik to'qima o'zidan quvvat taratadi. Undan keyin esa Gerayev DNKni kameradan to'liq chiqarib oladi. Bironta molekulani kamerada qoldirmadi va buni 10 martalab hisoblab chiqdi. Fan aniqlagan tabiat qonunlariga ko'ra manba chiqarib olingach, elektromagnit to'lqin taralishi o'sha zahot to'xtashi kerak edi. Bu po'latdek mustahkam mantiq edi. Lekin tabiat bu mantiq ustidan kulyapti. Asboblar quvvat taralishi davom etayotganini ko'rsatdi. 1, 2, 3 kun, bir hafta, 40 kun detektorlar bombosh kameradagi to'lqinlarni ilg'ab turishdi. Gerayev bu hodisani DNK fantomi deb atadi. Ya'ni fantom deganda odatda nimanidir izi, biron narsani boshqa narsaga bosib tushirilgan nusxasi. Fan tilida shu narsani fazoviy gologramma nazarda tutiladi. Molekula yo'q bo'ldi, lekin uning haqidagi ma'lumot, informatsiya saqlanib qolgandi. Bu xuddi radioni o'chirgandan keyin ham undan taralib turgan kuyning miyada saqlanishiga o'xshagan hol edi. Olim bu eksperimentni yuzlab marta takrorladi, asboblarni o'zgartirdi ham. Xolis eksperimentlarni taklif qilib tajribani ko'rsatdi ham. Natija o'sha fantom mavjud edi. Informatsiya materiyadan kuchliroq, barqarorroq edi. Bu butun materialistik fanga qarshi kuchli zarba bo'ldi. Chunki tajriba hamon informatsiya manbai vayron bo'lgach, uning haqidagi informatsiya saqlanar ekan. Demak, informatsiya moddiylik bo'lmasa ham mavjud bo'lishini ko'rsatib turardi. Gerayev bundan inson hujayralari ham fazoda to'lqinsimon izlar qoldiradi degan revolyutsion xulosaga keldi. Ya'ni har bitta DNK molekulasi o'zining oddiy ko'zga ko'rinmaydigan kopiyasini, nusxasini, fantomini yaratadi. Bu kopiya hatto hujayraning o'zi o'lgandan keyin ham yashashini davom etadi. Inson o'lib vujudi parchalangandan keyin ham uning to'lqinsimon kopiyasi diniy mifologiyada arvohi desak bo'ladi. Fanda hozirgi yangi ilmiy metafizikada fantom deb ataladi. Mana shu arvoh so'zi. Mavjud bo'lgancha qoladi. Uni xuddi radio to'lqinlari kabi oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydi, lekin ayrim ekstrasenslar ko'ra oladi.
lekin tegishli priyomniklar orqali qabul qilish mumkin. Shundan keyin olim agar hujayralar vayron bo'lgach o'z fantomlarini qoldirar ekan, u holda ongida, fikrlarda, xotiralarda shaxsda bu qanaqa holatlarni yuzaga keltiradi? Nahotki ular ham vujud o'lgandan keyin iz qoldirsa degan savolni qo'ydi. Bu savol ustida izlanishlar Gerayevni ikkinchi kashfiyotiga yetaklagan edi.